janobi Fazlixonning 100% ishini tugatdik. Bugungi plyenslar hammasi bo'ldi. Aboyda yopishtirib bitgandik. Bugun 28-may 2025-yil. Kecha aboylar bo'lgandi, hozir ugonli plyenslarni qo'yib bo'ldik. Baho berasizlar. Super mo'yshi 190 mingdan olingan 6 rulon ishlatdik. 50 mingdan usta haqi bo'ldik ikisilash pakilovka. Ishga turka bo'lgandi, bir sizlar rotdan qilib chorlama ishga turka bo'lgan, aboy yopishtirib berdik. Murojaat qilaverasizlar, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Patklich qilib berdik. Shu xonadonga to'liq darvozaxona, ko'cha, fasad ishga turka istashga, patolog, o'sha pollari istashga bo'ldi. Keyin aboylaricha o'sha ikkita xona yana tayyorlab qo'yganmiz. Nasib bo'lsa keyinroq bo'ladi. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib boringlar. Skromni variant chiqdi, ochiqqina va nejli bo'ldi. Ko'zni og'ritmayotgan. Hali o'sha osveshение yorug'liklar qo'yilgandan keyin chiroyli bo'ladi nasib bo'lsa. Hozir aboyimiz ho'l. Shuning uchun shunday bo'lyapti. Sal tomliroq. Murojaat qilaverasizlar, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Aboyimiz mana shu gulli aboyimiz. O'sha maylarga xizmatlar bizda mavjud. Komplekt qilib beramiz hammasini. Mana bu yerimiz TV zona bo'ladi. Televizor qo'yiladi, divan, televizor hammasi. Murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 6 rulon 190 mingdan oldik. Yarim kilo kili ishlatdik. Patkulish hammasini o'zimiz qilib berdik. Patala 30 mingdan metr kvadratga bo'ldi, dekor plus variant bo'ldi. 6 ga 330 lik xonamiz. 285 balandligi. Rahmat kuzatganlarga omon bo'linglar. Instagramga o'tib qo'yinglar, hunarmand videolar chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar, xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.